Әттігерлік наслықларға қуәтлік болған тұқым түрдегі мұшындақ бұрынғы кичік вақытларымыздaki әсілі тәм ені қаймен бұлыт тортыларымыздaki тәміді мұштақ бұлыт торт ясап бәсіңіз бөптіке деген ұстамлар көпейіп қалдыңла. Әмсә күзлік базарларыңларны евеліңла мұшның білән. Bunun ketadigan materiallar bo'lsa, darsni boshlab ketdik. 1 kilogram sap tuxum, 600 gram şeker, tuzdan 4 gram, mushu 3 materiallar pakiz yuyulgan dadanjining qachisiga selinib köptirildi. Mushu yerda cho'qim diqqat qilinglar, ha. Men dadanji dedim, sennayji demedim. Dadanji deganimiz tuxum köptiradigan mashina. Çaladigan narsalarni mayliq pishiriq, tuxum turgan narsalarni qiladigan. Sennayji deganimiz qaymoq köptirish mashinasi. Yana bir qachimizga bo'lsa, tas qolgan undan 700 gram, podafindan 10 gram, nayfindan 20 gram, tort maydan 50 gram. Mushu 4 material janlandi. Demak, ma'nosimiz ko'pab mushu holatga kelgan vaqtda anandagi unni qo'yamiz. Oppoq holatga kelib unni qo'ymaymiz, juma. Mana shu qo'yilib, sal oqargan holat kelganda anagi unning ustiga podafin, nayfin degandek narsalarni unga bir aralashtirib etib, anadagi astiqot ahvolida qo'yamiz. Yuqori xot ahvolasiga qo'ysanglar, tugmenchida ko'p kutadi kiyimlaringlar. Shuning uchun qanday qilmaymiz degan vaqtda astiqot ahvolasiga qo'ysanglar yoki misol suratni to'xtatib turib bilan qo'ysanglar bo'ldi. Qo'yib elib, anadagi mavu cho'rsak ularni pak serib tushirib etib, yuqori xotga yotgaysizlar, yotkab tas quyalg'idak savrichanlik bilan tas oppoq quyalg'idak holatga kelgich köptirsizlar. Yana bir qachiga 3-bosqichda sutdan 130 gram, yana bir qachiga dadir yig'idan 120 gram janlab tayyor qilib olamiz. Oldidagi tort maydagi materiallarimiz qo'yilib Pak bujmaq qo'yalgan holat kelganda paqaq bir ovoz chiqqanda anadagi sutimizni qo'yamiz. Sutni qo'yib poplam 1-2 kilo aylantirib sumayni qo'yamiz dadiriyig'ini. Onun keyin bunimi qo'yib 1-2 aylantirib anadagi yuqori xotqa 2 kilo cho'giltimiz mana bichadi qatti film kesmadim juma. 2 kilo cho'giltib onun keyin mana shundaq bir xil qo'ya qalatga xamir asıl bo'ldi. Anadagi 40-60 santilik cho'ng listin birga to'kib mayqaga sag'an. İgiz töküp qo'ysanglar, ichidagi yerlari chiqib ketsa yaxshi bo'ldi. Buni tuzgaban bilan yeytib, anandan 4 tal tuxum seriqiga ayrim bir yoqadagi salmiz yoki 3 tal tuxumdan seriqini mishada, ilqi tuxumning bir hamri deb qo'ymizmi? Ilqi bir oppoq tuxumning eqida bir sanglab turgan, serig'i sanglab turgan bir oppoq bir narsa bor. Shu narsani avatmisanglarmish bu yoqadayning uchiga taqishib qoldi. Shagird qizim avatmabdi ekan, to'li taqishib, to'li qapsab, kaplashib elib u narsa. Şunun o nəsini qattiq aralashtirmanglar ichiga qan tuxumning serig'i kirsin. To'g'risi sizib bo'lgandan bunu uzunsiga qarshi yo'linish bo'yicha cho'ka yoki yacharlar bilan shundaq birini oldiga, birini keyniga qilib bug'doy gul shakl chiqiriblam, uning keynidan qizdirilgan duxovkaga solasiz. Duxovkaning gradusini ostin 180, ustini 175 qilib tanshab 35 minutdan 40 minut atrofida mening 35 minut pishidi juma. Turg'izib, uning keynidan pishgandan keyin alamiz degan gap demak. Mana tayyor qilib bo'ldik. Endi qizirilgan duxovkaga solamiz. Mana dehshat o'rildi ekan, ammo dehshat o'xshidi. Mana bir do'konlarga sanab qilib iqtisodiy qimmat yaratib satsanglarmi, ravrus bo'ljimi bu. Pishqan hamon simtaxtaga o'riblam, anandan keyindagi may qog'ozini so'yib etamiz. Pishqan hamonjimi so'yitib bo'lgandan keyin sal-pal muzilsa to'g'risidan 7 parcha 8 santidan qilib 7 parcha 7 yo'l kesizlar, 7 rat kesizlar. Anandan keyin kalta qisqa tarafidan 9 santidan qilib 4 yo'l kesizlar. Shuning bilan jami 28 parcha chiqadi yoki to'g'risidan 3 parcha, uzunsiga 15 parcha qilib jami 30 parcha pishkin juplab qaymoqli olib ko'rsasanglar bo'ldi. Ma xilolatda 28 parcha qilib 4 ko'ydan qilib satsanglarmi bo'ladi. O'chaqda 100 necha ko'p bo'lib bitadi. Demak, ko'dinglarmi mana bulut bir yerda qolsin, ash mijib qilsanglarmi keyiniga yenib chiqadi. Namligi ajoyib yaxshi. Rasmiy kishi vaqtimizga kelib Shu pishag'an narsalarni, darslarni yo'llayapman. Penlinchiga pishag'an narsalarni men qilib baqqandim ustam deb qiling. Avatinglar, bo'lmagan yerlarni men yetaklab apmansam bo'ladi. Xayr xo'sh, sabila ma'lum sizlarga shundaq isil darslarni yo'llaydi ekan, har vaqt menga zansab tursanglar, meni go'njoq qilib olsanglar, yulduz belgilarini yurak